Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Yana ko'rib podarka ko'rsatamiz bugun. Kechada chiqimiz, Urganchga boramiz. Ya'ni shu Xorazmda eng eldi dim yomon bo'lib, hey, Saltanat degan yerga boramiz ekan. Saltanat kafe, restoran ish qilib taomlardan vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Hozir shu Saltanatga borib bir onaxonimizni tabriklaymiz. Sizlar bilan birgalikda Qur'oni Karim kitobimizni, tortimizni aldık. Endi hozir Larosaga jannatni mana gulimizni olish uchun keldik. Qarang. Siz ko'p bo'ldi, görmedim muxlislarim. Sağolun ketdisini. Salom deb qo'ying. Davomida jannatni mana gulimizni olish uchun keldik. Havomizdan o'zgartirib, yangi bilan girib chiqargan bir xato ko'rsatib berib, sana kirib ko'raverasiz. Git qizim. Aziz do'stlar, başta görüntülerimizin o'zgarishlar, vobshe komfort, dimyama. Hava. Yana qaramoq qo'zatdik. Qarang. Necha dekoratsiyaning yomoni. Endi proyektni yaqin qara. Oho. Shkal olan qo'lang. Bu 150 ming so'm dedi. 150 ming so'm. Kaça son bu? 180 mi? Bu 180 mi? Tabii, nesi bakıyor? Seversin, seversin. Yine ortaklar. Gülümüz tayağı mı? Ha, Seviş yerler çok. aziz dostlar, tutasın cennetim olan gülümüz. Gördüğün olan cennetim olan gülümüz. Juva güller, acayip. Ağa, rahmat. Xudo xohlasa siz bilan birgalikda endi inshaalloh saltanatli yerdasini saltanatga boramiz. Kesirib. Yuraversa? Avvalambor barchangizga assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrdonlar. Shu yerda bir onaxonimizni tug'ilgan kun ekan, tavallud kun ekan. Ya'ni Rohatjon onamizni bir qarsak chalib beramiz, shu Rohatjon onamiz uchun iltimos agar qo'lingizda bo'lsa. Hozir shu yerda Fursatbek ukamiz ona haqida bir ajoyib bir qo'shiq aytadi, yapsa qarsak chalasiz, xo'p? Menina se soube
menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsangiz, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsangiz, ko'zimning nuri onamdir. Mehnat qilib hech olmagan, adalab tinim bo'lmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Mehnat qilib hech olmagan, adalab tinim bo'lmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsangiz, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsangiz, ko'zimning nuri onamdir. Salomat bo'lmang. Yakubay. Katta rahmat. Hali onajonimni o'zi bilmaydi o'xshidi. Neraga? Rahmatayana, assalomu alaykum. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Bizani shu musofirdan Hasanboy farzandingiz bilan Kurtoy Bulatno keliningiz debsiz. Ishurda bizani kameramizda uzr so'rayman, ming bor iltimos, saltanatni shu mehmonlarni shu onamni bir ikki og'iz gap aytib bersin, xo'p? O, telefon kimsan gapcha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xabar? Ana shurda farzandingiz tilak aytdi. Uyalib turibman. Rahmat bolam, nima bo'ldi? Rahmat bolam. Tilak aytasizmi? Aytaman. Chiroyingiz yaxshilar kerak. Farzandlaringiz baxtına, do'yinsoq omon bo'lsin. Tabriklar, farzandlaringiz yaxshilar kerak. Baxtlarimiz bo'lsin, salomat bo'ling. O'zim bo'lay ko'zingizga nur, o'zim bo'lay so'zingizda dur, beminnatim duo go'ygina, dunyo mehri o'zingizdadir. Rahmat kattajon, hozir shurda Rahmatjon yana bir katta pодарка bor ekan surpriz sizga. Onam sho'xda "Hov" dedi. Bu yerda hozir Dilafruz xola Bekmetova sizga katta pодарка, ya'ni onam degan bir ajoyib taronasini aytib beradi. Shurda hozir bizda Dilafruz akam bizni qo'shiqni oxirida kadrlar tushiramiz. Biza omonatdan topshirdik pодарка. Hop, bizdan pодарка bo'ldi qancha. Necha yillarni bedor o'tgan tunlarni haqqini qanday uzay mehrini oqlarini onam qalbi dengiz onam mening onam qiblagohim Ka'bam mening onam qalbi dengiz onam mening onam qiblagohim Ka'bam mening. To'y qilaydi sarpo yig'ganim, baxtim o'yin
barpo etganim. Kelinlarim bag'riga bosib, kelin emas qiz deb bilganim. Ana endi bunda boylovlidan ro'mol bor, ro'mol. Ya'ni hajjana bo'lib yurish nasib etsin degan maqsadda shuni qizlarni ochib tashlamaydi, onam kelasi. Dilafruzakka tayyormisiz? Hozir shunda Dilafruzakka ona qo'shiqni aytadi tarafdan, yana gapchi. Onam, 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 qalbi dengiz. Onam mening, onam, 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 qiblagohim, Ka'bam mening. Onam, 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 qalbi dengiz. Onam mening, onam, 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 qiblagohim, Ka'bam mening. Onam, 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 qalbi dengiz. Onam mening, onam, 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 qiblagohim, Ka'bam mening. Hammayimizni boqaversa shu yerda rohatlanayotganmiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim hamisha farzandlarni, oilangizni baxtini, sog'lik, salomat bo'ling. Yaqinlaringizni shu yerda farzandlaringiz nomidan, Sanobarxonning nomidan qo'shig'imiz surpriz sovg'a sifatida ona qo'shig'imiz barcha onalarimiz uchun va mana shu yerda Xudo xohlasa rohatlanayotganimiz uchun chiroyli sovg'a. Sanobarxon, tabriklaymiz sizni ham. Marhamat, qo'shig'imiz uchun. Ko'rsam ko'nchi dunyoga sig'mas, yig'lasam ko'z yoshim daryoga sig'mas. Hech inson men uchun buncha kuyunmas. U mening onamdir, mehribon onam. Farzandlarim deya tinim bilmagan, o'zga birovlardan hech kam qilmagan. Oq yuvib oq tarar
ko'nglimda bo'lgan parvona yonimda bo'lsa agar g'amlar begona bilsangiz men uchun eng ona u mening onamdir beg'ubor ona Butun dunyo onalari uchun mutaxassislar bo'lsin hammangizdan tabriklaymiz yana bir bora. Endi shu qo'shiqlarimiz ham bo'ladi bir jup. Mana shu rohatchi opamiz yaqinlarni va barcha shu yerdagi yaqin aziz mehmonlarni bag'riga taklif qilamiz. Marhamat. O'yinlarning qadamida bosinglarimizni marhamat. Olarimizni birini tamam. Ikki Kaşın kara kara yüz, biz tavana kıyamam. Kaşın kara kara yüz, biz tavana kıyamam. Yüzüksüzü faz bilen, yüzüksüzü faz bilen. Ben tavana kıyamam, ben tavana kıyamam. Yana bir bora tabriklar etamiz. Shu bir juft qo'shig'imiz mana shu aziz onajonimiz uchun sovg'a sifatida va barcha oila a'zolari nomidan yana bir bora tabriklaymiz va kelib kelayotgan bayram barchangizga muborak bo'lsin. Yana bir bora tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Muhtiboli shodiyona guruhi.
Hammangizga katta rahmat. Dilamirzga xafa bo'lmanglar. Hali ovqat yemadi bola, shuning uchun o'ynamadi hech qaysi. To'g'ri emasmi? Rohatjon, tabriklaymiz yana bir bor. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu musofirda yurgan farzandingizni, keliningizni baxtini hamisha sog' salomat bo'lg'aysiz. Dunyo turguncha turg'aysin. Ishlarda kimni qarindoshi, eri, opasi, ukasi, kimni qarindosh o'g'illar musofirda yurgan bo'lsa, bir guldiraz konsak chalib beraylik shular uchun. Shular sog' salomat bo'lib tashib, ota-onasini, oilasidan bag'rimga kelish nasib etki, hech kim o'rniga qolmag'ay. Hozir uyda portal turgan bir guruh bor, Shodiyondan guruhi. Xudo xohlasa sizlarning ko'ngillaringizni shod etgan holda ajoyib taronalarni ijro qilib, omonat bilan topshirdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Kutilmagan uchrashuv, ya'ni ko'pchilik yo'qolib ketgan, ko'rinmay qolgan bloger Abdulajodbek Tashrif bilan saltanatda duch keldik. Padarka ko'rsatdim. Padarka ko'rsatdim. Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Omad tilaymiz ukamiz. Tabriklaymiz kimni? Tabriklaymiz. Mana shu Rohatjonamizni. Rohatjonamizni tabriklaymiz. Bo'lgan kunimi? Ha, shu musofirdan farzandi keldi, kelgan ikkisi. Mana shu musofirdagilar ham omad tilaymiz. Ilohim bizdan omonatdan topshirdik yana bir bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ijod qilavermanglar. Farzandlar bo'lsa bilasizlar. Ko'p farzandlaring bo'lsa inshaalloh. Sog'